Assalomu alaykum hurmatli kengash a'zolari. Biz bugungi mo'ljallangan ikkinchi yig'ilishimizni boshlaymiz. Endi kengashimiz haqidagi umumiy ma'lumotlarni aytib o'tirish hojati yo'q, chunki birinchi yig'ilishda hammasini batafsil aytganmiz. Bugungi ikkinchi kengash yig'ilishida 19 nafar a'zodan 18 nafar ishtirok qilmoqda. Shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar a'zo ishtirok qilmoqda. Kvorum bor. Kengash o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Majlisni ochish bo'yicha qanday takliflar bor? Ochilsin degan kengashimiz a'zolarini qo'l ko'tarib ovoz berishlari so'raladi. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Bo'lmasa ilmiy kengash majlisi ochiq deb e'lon qilindi. Kun tartibini e'tiboringizga havola qilamiz. Urganch davlat universiteti tayanch doktoranti Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizining Urganch davlat universiteti demak tadqiqotchisi Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizining 10.001 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusidagi teoriya fanlari bo'yicha falsafa doktor dissertatsiyasi himoyasi qo'yilgan. Ilmiy rahbar teoriya fanlari doktori professor Zarbboy Do'stov dissertatsiya Burayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universitetida bajarilgan. Rasmiy opponentlar Murodova Nigora Kuliyevna teoriya fanlari doktor professor, ikkinchi Bobojonov Farhod Qurbonboyevich teoriya fanlari doktor. Yetakchi tashkilot Buxoro davlat universiteti. Dastlab talabgorning shaxsiy hujjatlariga doir materiallar bilan tanishtirib o'tish uchun so'z ilmiy kotib Otajon Sarvar Samandarishga. Marhamat. Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizi 1995-yilda Xorazm viloyati Xiva shahrida tug'ilgan. Millati o'zbek, oilali, ma'lumoti oliy. 2015-2019 yillarda Urganch davlat universitetining teoriya fanlari o'zbek tili ta'lim yo'nalishini tamomlagan. 2019-2021 yillarda Urganch davlat universitetining magistratura bo'limida lingvistika o'zbek tili mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan. Xorazm shevalarida zargarlik leksikasi mavzusida magistrlik dissertatsiyasini himoya etgan. 2019-2021 yillarda Xorazm viloyati Urganch shahar 26 sonli o'rta ta'lim maktab o'qituvchisi. 2021 yildan hozirgacha Burayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti filologiya va san'at fakulteti o'zbek tilshunoslik kafedrasi stajyor o'qituvchi lavozimida faoliyat olib bormoqda. Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizi filologiya fanlari doktori professor Zarbboy Do'stov rahbarligida Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusida ilmiy ishini yozib tugallagan. Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizining dissertatsiya mavzusi Urganch davlat universiteti ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlangan hamda O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasida 2025-2/fil 5967 raqam bilan ro'yxatga olingan. Burayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti filologiya va san'at fakulteti o'zbek tilshunoslik kafedrasi yig'ilishida dastlabki ekspert muhokamasidan o'tgan va tugallangan ish sifatida Burayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD 2025-2027-12/06/05 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminarga muhokama uchun tavsiya etilgan. Dissertant Burayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD 2025-2027-12/06/05 raqamli ilmiy kengash qoshidagi ilmiy seminardan o'tgan va uning dissertatsiyasi tugallangan ish sifatida Burayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD 03/2025-27-12/06/05 raqamli ilmiy kengashga tavsiya etilgan. Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizi chet tili, ingliz tili fanidan 82 ball hamda 10.001 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha mutaxassislik fanidan 88 ball malaka imtihonlarini muvaffaqiyatli topshirgan. Otaboyeva Mehrinisor Ro'zmat qizi filologiya fanlari doktori professor Zarbboy Do'stov rahbarligida shu kungacha 10 ta ilmiy nashrni amalga oshirgan. Shundan Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun tavsiya etilgan ilmiy nashrlarda 4 ta maqola, jumladan 3 ta maqola respublika hamda bitta maqola xorijiy jurnallarda, 6 ta anjuman materiallarda, 3 tasi xalqaro, 3 tasi respublika anjumanlarida e'lon qilingan.
Tabayon Mehnat Xizmat qiziq mazgilida talab etilgan barcha hujjatlar mavjud bo'lib, uning shaxsiy hujjatlari va attestatsiya komissiyasining ilmiy darajalar va ilmiy unvonlar berish tartibi to'g'risidagi nizom talablariga javob beradi. Rahmat. Dissertatsiya hujjatlari bo'yicha savollar bormi? Yo'q. Rahmat. Bo'lmasa, dissertatsiyaning asosiy mazmuni va natijalarini bayon qilish uchun so'z talabgor Ataboyev Mehnat Xizmat qiziga. 15 minutgacha vaqt, 15 minutga yakunlasangiz yaxshi bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum, qadrli do'stlar. Kengashimiz a'zolari. Xorazm Shevalar amaliy san'at leksikasi mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim qilingan dissertatsiyamiz filologiya fanlari doktori professor Zarif Foydasunov ilmiy rahbarligida amalga oshirilgan. Dissertatsiyamiz kirish, uchta bob, umumiy xulosalar, foydalangan adabiyotlar va ilovalardan tashkil topgan. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zarurati jahon tilshunosligida leksik birliklarning xususan amaliy san'atga oid leksikaning shakllanishi, leksik semantik guruhlari, tadqiq qilish tamoyillari, nazariy poydevori, terminlarni standartlashtirish, ularning tarjimon muammolari, statistik hamda korpus yondashuv nazariyasi, sohaga oid neologizmlar va soniy jihatdan turli aspektlarda tadqiq etilgan. Bu borada ingliz, nemis, avstriya, rus olimlarining soha bo'yicha olib borgan asosiy ilmiy tadqiqotlari kelajakdagi izlanishlar uchun nazariy va amaliy asos sifatida ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilshunosligida kasb-hunar tarmoqlarining tarkibiy qismi bo'lgan Xorazm Shevalar amaliy san'at leksikasi ham tilning milliy xususiyati va ontologik tabiatini o'zida aks ettirishi bilan ajralib turadi. Shunisi ahamiyatliki, bugungi kungacha kasb-hunar leksikasining tarmog'i hisoblanuvchi amaliy san'at leksikasining ayrim yo'nalishlari mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ilmiy izlanishlarning tarkibiy qismiga aylanib ulgurgan. Biroq Xorazm Shevalari amaliy san'at leksikasi monografik asosida maxsus tadqiqot obyekti bo'lmaganligi tanlangan mavzuning dolzarbligini belgilaydi. Tadqiqotning maqsadi Xorazm Shevalar amaliy san'at leksikasi, xususan zargarlik, gilamchilik va kulolchilik leksikasini tadqiq qilishdan iborat. Tadqiqotimizning vazifalari quyidagi prezentatsiyada o'z aksini topgan. Tadqiqotning obyekti sifatida Xorazm viloyati o'zbek shevalari bo'yicha to'plangan dialektologik materiallar, zargarlik, gilamchilik va kulolchilikka oid leksik birliklar mavjud bo'lgan izohli hamda ensiklopedik lug'atlar tanlangan. Tadqiqotning predmeti Xorazm shevalaridagi zargarlik, gilamchilik va kulolchilikka oid leksik birliklarning semantik, struktur, lingvomadaniy va sotsiolingvistik xususiyatlari tashkil qiladi. Tadqiqot mavzusida ochishda tafsirlash, tasniflash, qiyosiy tarixiy, semantik, struktur, nominatsion, motivatsion hamda antroposin tahlil usullaridan foydalangan. Tadqiqotimizning birinchi bobi amaliy san'at leksikasini tadqiq qilishning nazariy asoslari deb nomlanadi. Birinchi paragrafimiz amaliy san'atga oid lisoniy birliklarning kasb-hunar leksik tizimidagi o'rni va o'ziga xosliklari hisoblanadi. Muayyan kasb yoki hunar egalari nutqiga xos so'z va tushunchalar majmui kasb-hunar leksikasini tashkil qiladi. Amaliy san'at leksikasi kasb-hunar leksikasining tarkibiy qismi bo'lib, buyumlarni bezash, naqsh berish san'ati bilan bog'liq bo'lgan me'morchilik, duradgorlik, o'ymakorlik, naqqoshlik, kulolchilik va hokazo kabi kasbkor san'at tarmoqlari leksikasini o'z ichiga oladi. Kasb-hunar sohalari bo'yicha amalga oshirilgan ishlarda amaliy san'at leksikasiga keltirilgan ta'riflar, fikr-mulohazalarga asoslangan holda ularning quyidagi xususiyatlarini alohida ta'kidlash lozim. Amaliy san'at kasb-hunar sohalarining badiiy bezak berish bilan bog'liq tarmog'i bo'lib, uning eng asosiy belgilaridan biri unda oddiy mehnat mahsuli san'at asariga aylanishidir. Zargarlik siratidan masalan yaratilgan uzuk, sirg'a yoki bilaguzuk nafaqat bezak buyumi, balki ramziy estetik ma'no kasb etadi. Amaliy san'atning barcha tarmoqlari kasb-hunar sohalaridir, biroq istalgan kasb-hunar amaliy san'at sohasi bo'la olmaydi. Amaliy san'at sohalari faoliyat jarayoni natijasida doimiy badiiy ishtirok etilgan buyumlar tashkil qilishi lozim. Amaliy san'at va til o'rtasidagi o'zaro munosabat ikki tomonlama xarakterga ega. Til san'atni ifodalaydi, san'at esa tilni boyitadi. Har bir yangi hunar turi, yangi mahsulot, yangi bezak shakli tilda yangi so'z va yangi ma'no hosil qiladi. Bu jarayon tilning leksik tizimini doimiy yangilashga ushlab turadi. Ikkinchi faslimiz, birinchi bobning ikkinchi faslimiz amaliy san'at leksikasining o'rganilishi va uning lisoniy vazifalari deb nomlanadi. Ushbu faslimizda amaliy san'at bo'yicha amalga oshirilgan jahon tilshunosligi, rus tilshunosligi, turkologiyada amalga oshirilgan tadqiqotlar tahlilga tortilgan. Shuningdek, o'zbek amaliy san'ati tahlili bo'yicha san'atshunoslik va tarix fanlari bo'yicha qilingan tadqiqotlar tahlil qilingan. Shuningdek, o'zbek tili kasb-hunar leksikasini o'rganishda
O'zbek tilshunosligida Hamid Ne'matov, Rasulov, Safarov, Ne'matov va Iskandarovalar tomonidan amalga oshirilgan qator ilmiy izlanishlar soha terminologiyasi tadqiqotini sistem ko'rinishida qura olgan. Bundan tashqari kasb-hunar leksikasining o'rganilishida Mamatov, Qosimov, Pardayevalarning kasb-hunar terminologiyasiga oid Sobirjon Ibrohimov, Muharram Asomiddinova, Hojanberdiyev, Husaynova, Ikromova, Abdiyev, Muhammadaliyeva, Mamatqulovalarning kasb-hunar leksikasi birliklarining lingvistik xususiyatlariga oid tadqiqotlari ham ahamiyatga molikdir. Shuningdek, Muharram Asomiddinova tomonidan keyingi nomlari tahlil qilingan, Tojixon Tursunova tomonidan gilamchilik va chevarchilik, Izzat Pardayeva tomonidan zargarlik, Zilora Mamatqulova tomonidan ishqon kulolchilik leksikasi, Fattoh Abdullayev tomonidan esa Xorazm shevalar lug'ati tuzilgan. Unda ham bilamizki, biz tadqiqot obyekti sifatida olgan zargarlik, gilamchilik va kulolchilik leksikasiga oid birliklar keltirib o'tilgan. Shuningdek, Shukurjon Norboyeva tomonidan sohaviy leksika tahlilga tortilgan. Ikkinchi bobimiz Xorazm shevalaridagi zargarlik, gilamchilik va kulolchilik leksikasining semantik hamdasturlik tahlili hisoblanadi. Ikkinchi bobimizning birinchi fasli zargarlik leksikasi. Xorazmda ayollarning qadimiy taqinchoqlaridan Mavlay yuzi, koshinlar, bilak yuzi, osmon yuzi, burun cho'pi, yarim tirnoq, jig'a kabilar mavjud bo'lgan. Bugungi kunda xalq tilida faol ravishda isirg'a, sirg'a, buni hozirgi kundagi romik, ribka, brilliant, komplekt, esmeralda, yuzikning, tarafan, lotka, tozalashga, sepchkalarning zineyka, areshka, korolevskiy, brayslet kabi leksimalar faol qo'llaniladi. Xorazmda an'anaviy taqinchoqlar taqilish o'rniga ko'ra 3 ta asosiy bo'lakka bo'linib tahlil qilindi. Bunda boshga taqiladigan taqinchoqlar bo'yin va ko'krak taqinchoqlari, qo'l taqinchoqlari. Ulardan chakka, boshga taqiladigan taqinchoqlar peshona, chakka, quloq, burun, soch kabilar. Tuzi, manatli taqiya, sirg'a, boldoq, jig'a kabilar. Bo'yin va ko'krak taqinchoqlari javak, marjon javak, tanga javak, arpa javak, tilla belbog' va hokazolar. Qo'l taqinchoqlaridan yuzuk bilaguzuklar tahlil qilindi. Ushbu leksimalar struktur jihatdan sodda tarkibli va murakkab tarkibli leksimalarga ajratildi. Tub asli o'zbekcha bo'lgan uzuk, sirg'a, jig'a, oyoq, kelib chiqishi farqlash arabcha bo'lgan arava, javak, ziynat, yo'l, halqa kabilar. Shuningdek, sodda yasaman tarkibli zargarlik leksimalar hosil qilishda lik, liq, mancha, g'ich, ak, iq kabi affikslar foydalanib tahlil qilindi. Murakkab tarkibli zargarlik leksimalardan qanot tasma, koshinlar, bosh tumor, bo'yin tumor, peshona gejak, qo'sh tuvoq kabi birliklar misollar sifatida tahlil qilindi. Ikkinchi faslimiz gilamchilik leksikasi. Ushbu faslda gilamchilik bilan bog'liq leksikalarning nominativ, semantik hamda struktur xususiyatlari o'z aksini topgan. Xorazmda gilamning do'qima, tikma, bosma kabi turlari mavjud. To'qima gilamning ikki turi, qatli va qatsiz gilamlar tayyorlanadi va bu sohada nusxa va naqshlarning nomlashda gilam to'quvchilarning yaratuvchilik qobiliyati. Gilamchilik leksikasida nomlashning analogik tomoniga yetakchilik qiladi. Inson tana a'zolariga, qushlarga, hayvonlarga, asmo jismlariga, uy-ro'zg'or bo'limlariga, o'simlik, gullar va ularning qismlariga o'xshash nomlash yetakchilik qiladi. Bulardan tashqari gilamchilik leksikasida nomlashning quyidagi ko'rinishlari ham mavjud. Materialga ko'ra nomlash, paxta, sholcha, jur, sholcha, ishlab chiqarish texnikasiga ko'ra terma, qoqma, g'olalar, vazifasiga ko'ra adorg'i, savog'ich, saboq, do'kon, o'rnak, ishlab chiqarish jarayoniga oid savosh, yutish, etnik guruhlar va joyga nisbat berish, Nangili, Qashqar, Naymon, qatorlar. Gilamchilikka oid leksikaliklar quyidagi guruhlarga ajratilib tahlil qilish mumkin. Shuningdek, xomashyo nomlarini, aylantiruvchilar, ish qurollari, mahsulotlarning turlarini, naqshlarning nomlarini, gilam to'qish jarayoni bilan bog'liq bo'lgan harakat usul nomlari, mahsulot qismlarining nomlarini bildiruvchi leksimalar. Xorazm gilamchilik leksikasi struktur jihatdan ham yuqoridagi kabi sodda, tub, yasama, murakkab tarkibli gilamchilik leksikaliklariga ajratishimiz mumkin. Sodda tub, bulgi, alam, gul, g'obi, oy, xolos, sodda yasama, qiyim, qirqim, sirim, osma, o'dima, qayma, qoqma yoki murakkab tarkibli gulatoyoq, gulqaychi, atirgul, bodomgul, kanjagul, mayrigul kabilar. Uchinchi faslimiz kulolchilik leksikasi. Kulolchilik san'ati ham amaliy san'atning ba'zi bir tarmoqlari, chunonchi zargarlik singari bir qadar murakkab, o'ziga xos boy spetsifikaga ega. Xorazm badiiy an'anaviy kulolchilik bo'limlari tashqi ko'rinishga ko'ra 3 guruhga ajratildi. Past bo'yli, yotiq shaklli, tikka shakldagi katta hajmli idishlar, tikka shakldagi kichik hajmli buyumlar. Shuningdek, kulolchilik buyumlari vazifasiga ko'ra oshxona idish-tovoqlari va uy-ro'zg'or buyumlari kabi guruhlarga ajratildi. Oshxona idish-tovoqlariga bodiya, chonoq, quloqchonoq, do'stol, uy-ro'zg'or buyumlariga digir, idrik, doshchiroq, duvak, kupi, sarri, hapshirma, qo'shquloq kabi leksimalar ushbu guruhda tahlil qilindi. Kulolchilik
buyumlari leksikasini kundalik turmushda qo'llanishiga ko'ra ham ikki guruhga ajratildi. Qo'llanish doirasi chegaralangan, masalan, boyga, gultuvak, guyak, chanoq. Qo'llanish doirasi chegaralangan qopshirma, kupi, dog'chiroq, digir, sari, deyiladi. Tilonchilik jarayoni bilan bog'liq leksik birliklar sifatida loy, loykash, qulov, teshkar, chayran, charx kabi birliklar faol qo'llanishi tahlillar asosida o'z isbotini topgan. 3-bobimiz Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasining limon-madaniy va sotsial-lingvistik xususiyatlari deb nomlanadi. Ushbu bobning birinchi fasli amaliy san'at leksikasida zamonaviy yondashuv hisoblanadi. Ushbu faslda amaliy san'at leksikasining limon-madaniy va sotsial-lingvistik jihatdan o'rganilishi muhim ekanligi isbotlab berilgan. Ikkinchi faslimiz amaliy san'at leksikalarining limon-madaniy xususiyatlari hisoblanadi. Xorazm zargarlik buyumlari xususan taqinchoqlar bilan bog'liq magik tasavvurlar va funksiyalarga ko'ra quyidagicha tasniflash mumkin. Masalan, tashqi ta'sirlardan himoyalovchi taqinchoqlar o'zlaridan tarqaladigan ovozlar bilan turli yovuz kuchlar va insu jinslarni haydovchi taqinchoqlar, ko'z tegishi va xavf-xatarni qaytaruvchi taqinchoqlar kabi. Shuningdek, gilamdozlikda limon-madaniy jihatdan gilamlarning faqatgina maishiy buyum sifatida emas, balki turli marosim va urf-odatlarda muhim ramziy vosita sifatida ham xizmat qiladi. Masalan, unashtirish marosimi, motam, dafn rasm rusumlari, namoz amallari, farzand tug'ilishi bilan bog'liq o'dimlarda gilamlardan keyin foydalaniladi. 3-bobimizning 3-fasli amaliy san'at leksik birliklarining sotsial-lingvistik xususiyatlari hisoblanadi. Amaliy san'at buyumlari tarixan ijtimoiy tabaqalanishini anglatadi. Masalan, toj, jig'a kabi atamalar yuqori ijtimoiy maqomdagi shaxslar nutqi va hayoti uchun xosdir. Tilla, belbog' va zebigardon kabi qimmatbaho buyumlar egasining jamiyatdagi iqtisodiy mavqeini ko'rsatuvchi ijtimoiy rollarni anglatadi. Aravak, buloqi, xolbina kabi burun taqinchoqlari Xorazm leksemasi o'zbek va turkman xalqlari o'rtasidagi tarixiy madaniy hududiy qiyofasini belgilovchi insoniy birlikdir. Turkman Sachab leksemasi o'zbek va turkman xalqlari o'rtasidagi tarixiy madaniy aloqalarning insoniy natijasi hisoblanadi. Shuningdek, ishimiz umumiy xulosalari 12 bundan iborat hisoblanadi. Bu hozir taqdimotimiz va avtoriyalarida o'z aksini topgan. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, mana ma'ruza tugadi. Kimda qanday savollar bor? Zoom orqali ishtirok etayotgan kengashimiz a'zolari, to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etayotgan kengash a'zolari. Savollar bormi? Marhamat. Marhamat. Geologiya fanlari doktori professor Abdulla Durdubayevich. Mana hozir ma'ruzangiz davomida amaliy san'at bilan kasbiy leksika, amaliy san'at leksikasi va kasbiy leksika o'rtasidagi chegarani juda yaxshi, aniq tavsiflab berdingiz. Endi shu o'rinda savol tug'iladi. Bugungi kunda kasb-hunar sohasida paydo bo'layotgan neologizmlar, ya'ni yangi so'zlar yoki muvaqqat so'zlar hammasi ham amaliy san'at leksikasi bo'la oladimi yoki agar bo'lib bilmasa ularning ulushi sizni kuzatishingiz bo'yicha qanday? Savol tushunarli bo'ldi. Ya'ni hozirgi o'zlashmalarda yoki keyingi paydo bo'layotgan kasbiy leksika doirasidagi so'zlarda amaliy san'at leksikasi ulushi qancha? Qanday? Bu qanchaligini aytish qiyin, qanday? Ishimizga e'tiboringiz uchun katta rahmat ustoz. Bilamiz, tadqiqotimizni jarayoni natijasida biz kasb-hunar leksikasi va amaliy san'at leksikasi o'rtasidagi farqlar, ularning xususiyatlarini aniqlashda dastlabki davrlarda ancha murakkabliklarga duch keldik va izlanishlar natijasida ularning quyidagi chegaralar yaratildi va birinchi bobimizning birinchi faslida qisman zamonaviy bugungi kunda paydo bo'layotgan neologizmlar haqida ham qisman to'xtalib o'tganmiz. Garchi bu avtoritetda aks etmagan bo'lsa-da, aynan shu qismda biz berib o'tganmizki, ya'ni amaliy san'at sohalariga oid bo'lgan va unda amaliy bezak berish bilan bog'liq bo'lgan leksemalar bugungi kunda neologizm sifatida amaliy san'at sohasida tahlil qilinishi mumkin hisoblanadi. Biroq kasb-hunar sohalari unda berib o'tgan sohalarni va shu sohalarga mavjud va shu sohalar orqali kirib kelayotgan leksemalarni esa kasb-hunar leksemasi sifatida tahlil qilinishi lozim hisoblanadi. Ulushi sifatida bugungi kunda haqiqatdan ham amaliy, ya'ni bezak berish bilan bog'liq bo'lgan neologizmlarning ulushi bugungi kunda ancha miqdorni tashkil qiladi.
agar foizlarda beradigan bo'lsak, bu taxminan bugungi kunda 40%gacha yaqini neoz tizimlar hisoblanadi. Ya'ni yangi kirib kelayotgan neoz tizimlar miqdori yaxshi. Rahmat. Yana kimda qanday savollar? Marhamat, Datset Shahnoza Alimbayeva. Mendam savol aynan O'zbekiston mashinasiga o'xshashroq bo'ladi. Masalan, yangi paydo bo'layotgan amaliy san'at turlari bor. Xususan hozir urfga kirdi, oyna bo'laklaridan turli plakatlar, masalan, ot tasvirini yoki shunga o'xshagan turli tasvirlarni yaratish amaliy san'atning bir turi sifatida aytsak, u eng yangi san'at turlaridan biri va uning adabiy tilda nomlanishi, leksikasi bilan Xorazm shevasida qo'llanilishi. Aynan men faqatgina buni aytib turganim, chunki o'xshagan yangi paydo bo'lgan amaliy san'at turlarini aytib turibman. Shu farqlarni kuzatdingizmi? Ya'ni o'ylaymanki, adabiy til bilan Xorazm shevasida farqli jarayonlar o'zi qanchalik mavjud yangi paydo bo'layotgan amaliy san'at turlarida. Turlari leksikasida. Rahmat ustoz, ishimizga e'tiboringiz uchun. Bilamiz, bu ya'ni hozir aytgan san'atingiz bo'yicha o'zlarimizni yoshlarimiz talabalari arasida talabalar shug'ullanishadi. Ular ya'ni oyna sinflaridan turli xil shakllar yasashadi. Adabiy til va Xorazm shevalaridagi farqlanishi, ya'ni ushbu amaliy san'atlar bilamizki, turli davlatlardan chetdan kelib keladi va natijada o'sha nomlanish orqali bizning shevamizga va adabiy tilimizga ham ko'chib keladi va natijada shevada ham va adabiy tilda ham bir xil variantda uchrashi mumkin. Faqatgina kuzatishimiz mumkin, ayrim fonetik o'zgarishlar bilan kuzatishimiz mumkin, lekin asosiy leksemalar aynan shu holatda kirib kelgan. Rahmat. Marhamat, professor Doniyor Tafirovich. Mehrisan, menda ikki savol bor edi. Birinchi savol shunaqa an'ana holatdagi gapirgan struktur tahlil haqida ketib turibdi. Sodda va qo'shma, keyin murakkab deb uchga ajratilish an'ana edi. Sizning ishingizda sodda tarkibli, masalan, zargarlik leksikasi va murakkab tarkibli zargarlik leksemalarida ikkiga ajratilgan. Buni qanday afzalligi bor? Uchga ajratilishdan ikkiga ajratilishning qanday afzalligi bor? Ikkinchi savol, ishingizni asosiy yuki va bugungi davr talabi asosan 3-bobda yoritilgan menimcha. Chunki amaliy san'atga oid leksik birliklarga zamonaviy bugungi paradigmalar asosidagi yondashuv juda bugungi davr talabi sanaladi. Jumladan, lingva madaniy xususiyatlar tahliliga tortilgan vaqtimda ishingizdagi aksariyat amaliy san'at leksik birliklari lingva kulturema sifatida baholanuvchi birliklar sanaladi. Ana shu jihatda, ya'ni 3-bobda sosiolingvistik xususiyatlarni yoritishda qanday muammolarga duch keldinglar? Savol tushunarlimi? Rahmat. Rahmat, ishimizga e'tiboringiz uchun ustoz. Birinchi savolingiz, ya'ni an'anaviy tarzda hozirgi kunda an'anaviy tarzda tahlil qilib kelayotgan struktur tahlilda sodda, qo'shma va murakkab tarkibli leksemalar sifatida tahlilga tortilib kelingan. Biz esa bundan haqiqatda sodda va murakkab tahlillar asosida amalga oshirdik. Buning sababi, ya'ni bilamizki, amaliy san'at leksikasida mavjud bo'lgan leksemalarning ko'pchiligi faqat qo'shma bo'lib qolmasdan, balki murakkab birliklarni ham tashkil qiladi va natijada aynan shu murakkab tarkibli leksemalarni tarkibida qo'shma va murakkab tarkibli bir shaklda tahlil qilish ancha yengillik, ya'ni tahlil jarayonini osonlashtirishda biza yordam beradi. Shuning uchun ham shu tartibda tahlil qiladi. Sodda va murakkab. Ayrim chalkashliklarni oldini oladi. Chalkashliklar oldini oladi. Masalan, oltin sirg'a, kumush sirg'a yo yuzuk, oltin, yuzuk, kumush, yuzuk kabi birliklarni tahlil qilish jarayonida. Xo'p, ikkinchi savol. Ikkinchi savolimizda, ya'ni bilamiz, 3-bobimiz amaliy san'at leksikasi zamonaviy yo'nalish hisoblanadi. Bunda lingva madaniy va sotsiolingvistik jihatdan tahlil qilindi.
lingva madaniy jihatdan tahlil qilish jarayonida haqiqatdan ham lingva kulturlamalar katta ko'pchilikni tashkil qilishi, ularni tahlili oson kechdi. Sotsiolingvistik tahlil jarayonida esa haqiqatdan ayrim muammolar yuzaga keldi. Ya'ni buni insonlar nutqida qo'llanilishi bizga obyekt kerak edi. Obyektlarni olish jarayonida sotsiolekt, ya'ni sotsiologlarni jamlash jarayonida ayrim muammolar yuzaga keldi. Ya'ni hozirgi kunda amaliy san'at leksikasini tashkil qilishda sotsiologlarni yig'ish jarayoni ancha murakkab hisoblanadi. Ya'ni ularni chegaralab olish, masalan, gentrolingvistikada aks etishi mumkin bu jarayonlar yoki boshqa sohalarda aks etishi mumkin. Shularni farqlash jarayonida muammolar yuzaga keldi va bularni tahlil qilib, o'rganib Ma'qul. Rahmat. Yana kimlar qanday? Savol bor edi. Filologiya fanlari doktori Zohid Chataboyevich. Bu yerda mavzu Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi deb nomlangan va siz obyekt sifatida zargarlik, gilamchilik va kulolchilikka oid leksikalarni olasiz. Savol tug'iladi, boshqa masalan san'at turlari, naqqoshlik bor, masalan bizda yog'och o'makanligi bor, haykaltarashlik bor, tasviriy san'at bor, balki arxitekturani ham olish mumkin. Bu demak san'at turlari bo'yicha leksikalarni nima olmadigan savol bor. Shuni ajratib oldingizda. Aha. Rahmat ustoz, ishimizga e'tiboringiz uchun. Mavzuni tanlash jarayonida biz amaliy san'at leksikasini tanlaganmiz va amaliy san'at sohalarini ajratib olish jarayonida bu sohaga amaliy san'at sohasiga ko'plab kasb-hunar sohalarining kirishini aniqladik va Xorazm shevalarida ham aynan siz aytganingizdek naqqoshlik, yog'och o'ymakorlik, ganch o'ymakorligi, miskarlik, kandakorlik va boshqa sohalarning ham ancha rivojlangan hisoblanadi va natijada filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasiga qo'ygan talablarni hajmi ancha kengayib ketgan bo'lar edi agar barcha sohalarni qamrab olganimizda. Shu sababli biz faqat 3 ta soha, zargarlik, gilamchilik, kulolchilik. Nima uchun aynan bular? Bular tarixan ancha oldingi davrlardan rivojlangan va turli tillar bilan aloqa munosabati rivojlangan leksiyalar ham ancha ko'pchilikni tashkil qilgani uchun ham aynan shu 3 ta sohani ajratib tahlil qilib obyekt sifatida tahlilga tortganmiz. Rahmat. Yana savollar bormi? Zoom orqali ishtirok etayotgan ustozlar yo'qmi? Marhamat. Boshqa savollar bo'lmasa, keyingi jarayonga o'tamiz, o'tirishingiz mumkin. Hop. Demak, kengash himoya jarayonida dissertantning rahbari filologiya fanlari doktori professor Zarpoy Do'stov nomli ishtirok etyapti. Domla, sizda fikr mulohazalar bormi? Biz demak, domla o'rnatilgan tartibda xulosa berganlar, shu bilan cheklanadilar. Rahmat. Bo'lmasa keyingi jarayonga o'tamiz. Biz ishni rasmiy muhokama jarayoniga o'tamiz. Bizda birinchi rasmiy opponent filologiya fanlari doktori professor Murodov Nigora Puliyevna edilar. Hozir domla ta'ziya bo'lib qolgan, shuna ketganliklari uchun biz ikkinchi uzr, yetakchi tashkilot hamda undan oldin demak opponentlardan oldin biz yetakchi tashkilot xulosasiga universitetlardan, turli oliy ta'lim muassasalaridan, xorijdagi ham respublikadagi oliy ta'lim muassasalaridan, ilmiy tekshirish institutlaridan olib kelgan taqdizlarni qisqacha mavzu mohiyatiga o'tamiz. Marhamat, ular bilan tanishtirish uchun so'z ilmiy kengash kotibi Sarvar Samandarishga. Marhamat. Ustoz Otaboyev Mehriniso Ro'zmat qizining 10.00.01 o'zbek tili ixtisosidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasiga yetakchi tashkilot Buxoro davlat universiteti o'zbek tilshunosligi va jurnalistika kafedrasining navbatdan tashqari qo'shma majlisining bayonnomasidan 2026-yil 25-mayda tashqi takriz berilgan. Tashqi takriz bayonnomasi Otaboyev Mehriniso Ro'zmat qizining filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyasi muhokamasidan quyidagicha yakuniy fikr bildirilgan. Birinchi, Abroyxon Beyli nomidagi Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi Otaboyev Mehriniso Ro'zmat qizining 10.00.01 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga yozilgan dissertatsiyasi dolzarb masala tadqiqiga bag'ishlangani ta'kidlansin. Ikkinchi,
Ataboyev Mehruzor xizmat qizining 10.00.01 O'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'ati leksikasi mavzusidagi Yo'lga fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun taqdim etgan dissertatsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining talablari asosida yakunlangan va filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalari talabiga javob beradigan ish deb hisoblansin. 3-avtoreferat va e'lon qilingan ishlar tadqiqot mazmun mohiyatini aks ettirishi ta'kidlansin. 4-dissertatsiya natijalari xalqaro va respublika doirasida o'tkazilgan ilmiy konferensiyalarda aprobatsiyadan o'tkazilganligi, asosiy ilmiy natijalar davriy ilmiy nashrlarda e'lon qilinganligi, shuningdek tadqiqot yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining doktorlik dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini e'lon qilish uchun tavsiya etilgan yetakchi ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan ilmiy nashrlarda e'lon qilingan xalqaro va respublika miqyosidagi 10 ta maqola tezislarda ishning asosiy mazmuni aks etganligi qayd etilsin. 5-Abroyxon Berun nomidagi Urganch davlat universiteti huzuridagi ilmiy daraja beruvchi PhD 03/2025-27-12/06/05 raqamli ilmiy kengash tomonidan himoyaga qabul qilingan mazkur dissertatsiya ochiq himoyaga tavsiya etilsin. Yetakchi tashkilot Takrizda quyidagi fikr, mulohaza va takliflar berib o'tilgan. Birinchi, dissertatsiya ishiga Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi bo'yicha tuzilgan mukammal izoh lug'at ilova qilinsa, ishning amaliy ahamiyati yanada yuqori bo'lar edi. Ikkinchi, to'plangan materiallarni tizimli ravishda tasniflash, ularni ilmiy jihatdan tartibga solish bo'yicha aniq tavsiyalar berilganida tadqiqotning amaliy ahamiyati yanada ortgan bo'lar edi. 3-tadqiqotda Xorazm amaliy san'at an'analarini keng yoritilgan, kelgusi ilmiy faoliyatda boshqa hududlar Buxoro yoki Qoraqalpog'iston amaliy san'at leksikasi bilan lingva-geografik qiyoslashlarni yanada ko'paytirish va namunaviy jadvallar asosida tizimlashtirish maqsadga muvofiq 4-avtoreferat bo'yicha to'plangan material soni, ya'ni nechta leksema tahlilga tortilgani, hududlarda qancha material yig'ilgani statistikasi bilan berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Yetakchi tashkilot tashqi takrizdan tashqari Ataboyev Mehruzor xizmat qizining dissertatsiyasi va avtoreferatiga bir qator chet el va O'zbekiston oliy o'quv yurtlari olimlaridan ijobiy takrizlar olingan, jumladan 1-Ankara Yildirim Bayazid universiteti professori, filologiya fanlari doktori Funda To'prak imzosi bilan 2-Qarabuk universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Baltaboyev Saidbek imzosi bilan 3-Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Samuxon Ashirbayev imzosi bilan 4-O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi o'zbek tili adabiyoti va folklor instituti yetakchi ilmiy xodimi, filologiya fanlari doktori dotsent Andaniyazova Dilrabo Ro'ziqulovna imzosi bilan 5-Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsenti, filologiya fanlari doktori Mustafoyeva Samida Tashmuhammedovna imzosi bilan 6-Qo'qon davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Jamoliddinova Dilnozaxon Muhiddinovna imzosi bilan 7-Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti kafedra mudiri, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Ulliyeva Sanobar Haydarovna imzosi bilan 8-Termiz davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Hamidov Mansur Abdumannavich hamda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Nadim Muhammad Humayun imzosi bilan 9-Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Bobon Murodova Shoira Erkinovna hamda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Turdimurodov Sirojiddin Ishqobilovich imzolari bilan 10-Namangan davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Darvishev Ibrohim O'rmonovich hamda filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dotsent Mamat Ismailova Xanifa Hayitmirzayevna imzolari bilan 11-Urganch davlat pedagogika instituti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Kadirova Xushida Marselovna imzosi bilan 12-Nukus davlat pedagogika instituti o'qituvchisi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Yusupov Sanat Shuhratovich imzosi bilan kelgan takrizlarning ba'zilarida quyidagi fikr, mulohaza va takliflar berib o'tilgan. Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universiteti professori, filologiya fanlari doktori Ashirbayev takrizida quyidagi mulohazalarni bildirgan. Birinchi, dissertatsiyada ilova sifatida to'plangan leksik birliklarni to'liq lug'at yoki glossariysi berilganligi haqida avtoreferat matnida ma'lumot keltirilsa ham, uning tuzilishi va hajmi to'g'risida qisqacha ma'lumot berilganda qulayroq bo'lar edi. Keyingi
O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi O'zbek tili adabiyoti va folklor instituti yetakchi ilmiy xodimi, filologiya fanlari doktori, dotsent Andaniyazova taklifda quyidagi mulohazalarini bildirgan. Xorazm viloyatining turli tumanlarida Xiva, Urganch, Qazarasiq, Yangiariq mazkur leksemalarning fonetik va semantik variantlari mavjud. Biroq ishda butun viloyat ko'rib chiqilgan, hududiy tafovutlar ham tahlil qilinsa, ishning ilmiy qiymati yanada oshar edi deyilgan. Keyin Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti dotsenti filologiya fanlari doktor Mustafoyeva Samida Toshmuhammedova taklifida ishga Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi bo'yicha tuzilgan lug'at ilova qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi deyilgan. Umuman qayd etilgan takliflarning barchasi Atabay Mirzo xizmat qizining tadqiqoti ijobiy baholanib, mazkur tadqiqot ishi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalar oldiga qo'yiladigan barcha talablarga javob berish ko'rsatib o'tilgan. Dissertatsiyaning avtoritatsiya komissiyasi talablariga to'liq javob berishi, uning muallifi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olishga loyiq ekanligi alohida ta'kidlangan. Rahmat. Mana takliflarning qisqacha mazmun mohiyati bilan tanishdik. Biron bir taklifni to'liq o'qib eshitish zarurati bormi? Yo'q. Rahmat. Bo'lmasa, marhamat. Dissertant fikr mulohazalariga munosabatingiz. Ishimizni ko'rib chiqib, unga ijobiy fikr, foydali va zarur takliflar bildirganliklari uchun yetakchi tashkilotimiz hisoblanmish Buxoro davlat universiteti o'zbek tilshunoslik va jurnalistika kafedrasiga tashakkurimizni bildiramiz. Tashqi taklif bayonomasida mavjud fikr mulohazalarga javobimiz esa quyidagicha. 4 bandan iborat bo'lgan, demak, fikr mulohazalarning birinchisi, dissertatsiyamizning ilova qismida Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasiga oid leksemalar so'zlik shaklida berilgan. Tez orada ularni fotosuratlari bilan birgalikda Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasining to'liq izohli lug'ati shaklida nashr qilish maqsadidamiz. Shu tarzda ishimizning ham ilmiy, ham amaliy ahamiyatini mustahkamlash niyatidamiz. Va bildirilgan fikr mulohazalar asosan tavsiyaviy xarakterga ega bo'lib, keyingi ilmiy faoliyatimiz va monografiya nashr qilish jarayoni uchun qimmatli takliflar hisoblanadi. Yetakchi tashkilotimizga ushbu tavsiyalar uchun minnatdorchilik bildiramiz. Shuningdek, xorij va respublikamizning turli tashkilotlaridan berilgan ijobiy takliflar uchun o'z rahmatimizni aytamiz. Shuningdek, Samuxon Ashirboyev, Andaniyazova va tahdidchilarimiz tomonidan keltirilgan fikrlar 3 banddan iborat. Ulardan demak ikkinchisi Xorazm viloyatining turli tumanlarida Xiva, Urganch, Qazarasiq, Yangiariq va boshqa leksemalarning fonetik va semantik variantlari mavjud. Ularni to'liq shaklda tahlil qilish, to'plash haqida edi. Demak, ularni biz dissertatsiyamiz uchun materiallar to'plash jarayonida Xorazm viloyatining barcha tumanlari to'liq qamrab olingan, ularning fonetik hamda semantik variantlari guruh belgisi orqali berilgan. Hududiy tafovutlarga alohida to'xtalib o'tish ishning hajmiga hamda maqsad vazifalariga ta'sir o'tkazish sababli shu holda qoldirishni ma'qul topdik. Qolgan ikkita mulohazamiz yetakchi tashkilotdan berilgan taklifga yaqin hisoblanadi. Ustozlarimizga ham ishimizga bo'lgan e'tiborlari uchun tashakkur bildiramiz. Rahmat. Hop, yuqorida aytgandek, biz endi rasmiy muhokama qismiga o'tamiz. Birinchi rasmiy opponent Nigora Kuliyevnada yaqinlarida demak darajada bo'lib qolganligi uchun ikkinchi rasmiy opponent biologiya fanlari doktori Bobojonov Farhod Qurbonboyevga so'z beramiz. Farhod Qurbonboyev, bizni eshitayotgan bo'lsangiz, so'z sizga. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli hamkasblar. Men hozirda Atabayeva Mehnatza xizmat qizining o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi bo'yicha taqdimotini tanishdik. Endi taqdimotda yetarlicha ma'lumot berilganligini hisobga olib, shuningdek ilmiy kengash a'zolarining vaqtlarini hisobga olgan holda men faqat bir umumiy masalalarga to'xtalib o'tsam, mana dissertatsiyani mazmunni qayta bayon qilmasdan faqat asosiy yutuqlari va kamchiliklariga to'xtalib o'tsam, agar ruxsat bersalaringiz. Marhamat. Atabayeva Mehruzza Rozmat qizining 10.001 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusidagi dissertatsion ishiga seminar muhokamasida ham taqrizchi bo'lgan edim. Ta'kidlash lozimki, seminar muhokamasida qayd etilgan barcha kamchiliklar to'la bartaraf etilgan.
Tilshunoslikda sohalarga xos lug'aviy birliklarni o'rganish, tasniflash va tavsiflash doimo qiziqarli va dolzarb mavzular qatoriga kiradi. O'zbek tilshunosligida kasb-hunar tarmoqlarining tarkibiy qismi bo'lgan Xorazm shevalariga xos amaliy san'at leksikasi ham tilning milliy xususiyati va ontologik tabiatini o'zida aks ettirishi bilan ajralib turadi. Xususan, amaliy san'atga oid leksikaning shakllanishi, leksik semantik guruhlari, tadqiq qilish tamoyillari, nazariy poydevori, terminlarni standartlashtirish, ularning tarjima muammolari, statistik hamda korpus yondashuv nazariyasi sohaga oid neologizmlarni lisoniy jihatdan turli aspektlarga tadqiq etish bo'yicha ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan va bu jarayon davom etmoqda. Shu nuqtai nazardan Ataboyeva Mehriddin Ro'zmat qizining Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusidagi dissertatsiya ishi ham dolzarb ham ilmiy amaliy qimmatga ega tadqiqotdir. Mavzuning dolzarbligi shundaki, unda qo'yilgan masala aniq belgilangan. Tadqiqot obyekti va predmeti tushunarli tarzda ifoda etilgan. Dissertant mavzu doirasida ko'plab ilmiy va amaliy manbalar bilan tanishganligi tadqiqot mazmunidan sezilib turibdi. Endi bu yoqda ishning kirish boblari bo'yicha fikrlar bor edi. Men ularga to'xtalib o'tirmayman. Oxirida dissertantning yutuq va kamchiliklari xususidagi fikrlarini ruxsatlaringiz bilan bayon etsam. Dissertatsiyaning yutuqlari quyidagilarda ko'zga tashlanadi. Birinchi, dissertatsiya o'zbek tilining roman ilmiy uslubida izchil tartibda va tushunarli tilda savodxonlik bilan yozilgan. Matnda imloviy xatolar, uslubiy g'alazliklar deyarli uchramaydi. Ataboyeva Xorazm shevalaridagi amaliy san'at leksikasiga xos birliklarni tahlil qilishdan oldin o'zbek tili tarixida mazkur birliklarning qo'llanishiga alohida to'xtalib, siyosiy tahlillar ham olib borganligi ishning qimmatini yanada oshiradi. Uchinchi, amaliy san'atning turli sohalariga oid buyum narsalarning nomlari tahlil qilinar ekan, dissertant ularning bugungi kundagi iste'mol darajasi qay tarzda ekanligiga, ayrim birliklarning arxaik yoki tarixiy qatlamga qachon va qay tarzda o'tganligi haqida ham batafsil ma'lumotlar berib, o'z qarashlarini yoki manbalardan olingan ma'lumotlarni taqdim etadi. Bu holat dissertantning ilmiy yondashuvi yuqori darajada ekanligidan dalolat beradi. Dissertant o'z fikrlarini asoslashda sohaning yirik olimlari asarlariga va boshqa manbalarga murojaat qilib, havolalardan samarali va o'rinli tarzda foydalangan. Havola qilinayotgan har bir fikr dissertant qarashlarini isbotlashga yoki munozaraga kirishga yo'naltirilgan. 5. Dissertatsiya tadqiqotining Xorazm shevasi aspektida amalga oshirilganligi har bir leksik birlikka milliy va mahalliy qadriyatlar nuqtai nazaridan yondashilganligi ishning qimmatini yanada oshirgan. 6. Dissertatsiya matnida bir qancha jadvallar va rasmlar berilgan bo'lib, ular ilmiy tahlillarni yanada tushunarli va asosiy tarzda bayon qilish imkonini bergan. Shuningdek, tadqiqot mohiyatini chuqurroq anglashga, to'la tasavvur hosil qilishga xizmat qiladi. Endi dissertatsiyada ayrim e'tirozli o'rinlar ham bor. Bularni ham aytib o'tsak, birinchi, dissertatsiyaning tuzilishi va hajmi qismida dissertatsiya, kirish, 3 bob, xulosa, foydalangan adabiyotlar ro'yxati va ilovadan iborat bo'lib, umumiy hajmi 138 betni tashkil etadi deb ko'rsatilgan. Biroq ish hajmi agar adabiyotlar ro'yxatini olib tashlaganimizda ham 140 betni tashkil etadi. Ya'ni sal nomuvofiqlik bor, buni to'g'rilash kerak edi. Ikkinchi, birinchi bobda fasllar boshlanishidan oldin bir bet hajmda bobga kirish mazmunidagi fikrlar bayon qilingan. Biroq bu holat keyingi boblarda takrorlanmagan. Boblarning tuzilishida bir xillikka amal qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. 3. Dissertantning qadimda bu hududda gilamning bosma gilam, ya'ni shevada kigiz deb ataluvchi turi paydo bo'lgan degan fikrlari 67-betdagi. Degan fikrlar biroz e'tirozli. Bizning nazarimizda, ya'ni misol uchun bizning shevalarimizda ham shunday, kigiz gilamning turi emas, u ipdan to'qilmaydi. Jundan tayyorlanadi. Kigiz materiali gilamdan farq qiladigan arzon va qulay to'shamcha hisoblanadi. Buni ham dissertant hisobga olish kerak edi nazarimda.
Endi ko'rsatib o'tilgan e'tirozli uzr. 4-chi dissertatsiyaning 90-betida quyidagi jadvalda ba'zi leksik birliklarning etnokonnotativ ma'nolari keltirilgan deya ta'kidlanib, jadval keltirilgan. Biroq jadvaldagi ma'lumotlar biror manbadan olinganmi yoki dissertantning shaxsiy fikrlarimi bunga aniqlik kiritilmagan. Endi bunday fikrlarga manbasi ko'rsatilsa yoki bo'lmasa dissertantning o'zining fikri bo'lsa, buni alohida ta'kidlash lozim bo'lar edi bizning nazarimizda. Ko'rsatib o'tilgan e'tirozli fikrlar shaxsiy mulohazalarimiz bo'lib, ishning umumiy qimmatini aslo tushunmaydi. Dissertatsiya avtoreferati va tadqiqotchi tomonidan e'lon qilingan ishlar ro'yxati tadqiqot mazmunini to'la aks ettira oladi. Avtoreferat org taraflari darajasida rasmiylashtirilgan yuqoridagilar asosida shunday xulosaga kelish mumkin. Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi Atabayeva Mehriniso Ro'zmat qizining 10.00.01 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'ati leksikasi mavzusida filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlagan dissertatsiyasi to'lab talablariga to'la javob beradi. Dissertatsiyani yakunlangan tadqiqot sifatida baholayman va uni muallifiga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish mumkin deb hisoblayman. Rasmiy abxonat Farhod Bobojonov. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Farhod Qurbonboyevich, taklifingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Marhamat, dissertant Farhod Qurbonboyevich bildirgan fikr mulohazalarga munosabatingiz. Hurmatli ilmiy kengash a'zolari, avvalambor ishimizni diqqat bilan sinchiklab o'qiganliklari, o'zlarining qimmatli taklif hamda fikr mulohazalarini bildirganliklari uchun taqrizchimiz Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili adabiyoti universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi Qoraqalpog'iston Respublikasi hududiy bo'linmasi rahbari, filologiya fanlari doktori, dotsent Bobojonov Farhod Qurbonboyevichga o'z tashakkurimizni bildiramiz. Ustozimizning taqrizda keltirilgan ba'zi kamchiliklar va mulohazali o'rinlarga o'z munosabatimizni bildirsak. Birinchi bandga munosabatimiz dissertatsiya avtoreferatini rasmiylashtirish qoidalarida mavjud bo'lgan mundarija foydalangan adabiyotlar, shartli belgi va atamalar ro'yxati hamda ilovalar ko'rsatilgan hajmga kirmaydi tarzda berilgan. Shu sababli biz hajmni 138 bitni tashkil qiladi deb ko'rsatib o'tganmiz. Ikkinchi bandimizda, ya'ni birinchi bobimiz, ishimizning birinchi bobi amaliy san'at leksikasini tadqiq qilishning nazariy asoslari deb nomlanadi. Ushbu bobimizning kirish qismida fasllardan oldin biroz mulohazalar berib o'tilgan, sababi ushbu bob uchun aynan shunday mulohazalarning berib o'tilishi lozim edi. Keyingi boblarimizda bunday fikrlarni berishga zarurat yo'qligi sababli qolgan boblarda ushbu kirish qismini berib o'tmadik. Uchinchi e'tirozlari ustozimizning bu seminar jarayonida ham aytilgan edi. Ya'ni biz unda javob bergan edik. Gilamlar demak do'qima, ya'ni to'qima, tikma va bosma kabi turlarga ajratiladi. Shuningdek, gilamchilik va gilam to'qish bilan bog'liq bo'lgan adabiyotlarda gilamning faqat ipdan emas, balki jundan va turli boshqa materiallardan ham to'qilishi inobatga olingan va ular gilam turlari sifatida berib o'tilgan. Shu sababli biz ushbu fikrimizda qoldik, ya'ni kigizni biz gilam turi sifatida berib o'tganmiz. To'rtinchi, ya'ni dissertatsiyaning 90-betida jadval keltirilgan. Ushbu jadval bizning shaxsiy fikrimiz hisoblanadi. U biror bir manbadan olinmagan va keyingi jarayonlarda ushbu fikrni alohida ta'kidlab o'tamiz va kiritib monografiya nashr qilish jarayonida kiritib o'tamiz. Bizga shunday qimmatli taklif hamda fikr mulohazalarini bildirib, ishimizning ilmiy saviyasini oshirishga yordam qilganliklari uchun ustozimiz Bobojonov Farhod Qurbonboyevichga yana bir bor minnatdorchilik bildiramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Nigora Kuliyevna tezya bilan bog'liq bo'lgan muammo sababli demak ishtirok qila olmayapti. Lekin 8 betdan iborat taqriz bergan batafsil. Agar ruxsatlaringiz bilan kengashimiz a'zosi Shahnoza Alimboyevna bu taqrizni qisqacha o'qib bersalar. Yo'q, endi bu yerda boblar bo'yicha batafsil shart emas, shu joylarni qisqartirib, demak, o'qib bersalar. Rozimisizlar? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar.
opponent taqdisini o'qib eshittiramiz. Abdurahmon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti tadqiqotchisi Otabayeva mexanik zavod markazining 10.0001 o'zbek tili ixtisosligi bo'yicha Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusidagi filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi va avtobiografiya taqdis. Hozirgi zamon tilshunosligida amaliy san'at leksikasini izchil tadqiq etish, sohaga oid terminlarni ilmiy tamoyillar asosida tadqiqlash, shuningdek, elektron va izohli lug'atlar yaratish ustuvor ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Bunday tadqiqotlar til va madaniyatning o'zaro uzviy munosabatini yoritish, milliy madaniy merosni til orqali saqlash hamda uni kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbek tilshunosligida kasb-hunar leksikasining ayrim tarmoqlari ma'lum darajada o'rganilgan bo'lsa-da, Xorazm shevalaridagi amaliy san'atga oid leksika bilan bugungi kungacha maxsus monografik tadqiqot obyekti sifatida kompleks ravishda tahlil qilinmagan. Vaholanki, ushbu leksik birliklar xalqning asrlar davomida shakllangan moddiy va ma'naviy madaniyati, hududiy til xususiyatlari hamda etnomadaniy tafakkurini o'zida mujassamlashtiradi. Globallashuv jarayonlari kuchayib borayotgan bugungi davrda milliy til va madaniyatni asrab-avaylash, hududiy leksik birliklarni ilmiy asosda qayd etish va tizimlashtirish muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Shu nuqtai nazardan Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasini har tomonlama o'rganish o'zbek shevashunosligi, leksikologiya hamda lingvokulturologiya sohalarining rivojiga xizmat qilishi bilan birga tadqiqot mavzusining dolzarbligini ham asoslab beradi. Dissertatsiyaning har bir bobi bo'yicha mulohazalar keltirib o'tilgan rasmiy taqdisda. Dissertatsiyaning shu boblar oxirida unga qo'yilgan masalalar yuzasidan tegishli xulosalar berilgan. Shular asosida ishning nihoyasida 12 banddan iborat umumiy xulosa keltiriladi, ta'kidlanadi taqdisda. Tadqiqot ishining nihoyasida nazariy va amaliy asosga ega bo'lgan adabiyotlar ro'yxati keltirilgan. Tadqiqotning ilovada qismi tarkibiy jihatda uchga ajratilib, ularda axborotchilar ro'yxati, transkripsiya va diakritik belgilar, so'zliklar berilgan. Tadqiqotda kasb-hunar leksik tizimi doirasida amaliy san'atga oid lug'aviy birliklarning shakllanishi, rivojlanishi va qo'llanish xususiyatlari ilmiy asosda yoritilgan. Xususan, mazkur leksikaning umumxalq tili bilan o'zaro munosabati, shevalar aro farqlanishi, nominativ va kommunikativ vazifalari hamda kasbiy soha bilan bog'liq funksional imkoniyatlari ochib berilgan. Xorazm shevalariga xos zargarlik, gilamchilik va kulolchilik leksikasi alohida tadqiqot obyekti sifatida semantik va struktur jihatdan tahlil qilinib, ularning tarkibiy tuzilishi, semantik qatlamlari hamda mahalliy va umumtilga xoslik darajasi aniqlangan va xalq amaliy san'ati hamda an'anaviy hunarmandchilikni ifodalashdagi lingvistik ahamiyati asoslab berilgan. Shuningdek, mazkur leksik birliklarning lingvomadaniy va sosiolingvistik xususiyatlari yoritilib, ularning til, madaniyat va jamiyat bilan uzviy bog'liqligi ilmiy dalillar asosida ko'rsatib berilgan. Tadqiqot natijalari o'zbek shevashunosligi, kasb-hunar leksikologiyasi va lingvomadaniy tadqiqotlar sohasini yangi ilmiy xulosalar bilan boyitib, ishning yetarli darajada ilmiy yangilikka ega ekanini ko'rsatadi. Shu o'rinda ish yuzasidan ayrim mulohazalarni ham bildirib o'tsak. Birinchi, tadqiqot ishida keltirilgan misollar tahlilida etimologik tahlillarni kuchaytirish lozim. Chunki shu termin yoki sohaga oid so'z etimologiyasi uning tahlilini yanada oydinlashtiradi. Ikkinchi, amaliy san'at leksikasiga mansub lisoniy birliklar tahlilida davlatlar aro qiyosini ham kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki hozir ishlatilayotgan termin bilan bundan bir necha asr oldin ishlatilgan termin bundan farq qilishi mumkin yoki hozir ham shunday atalishi mumkin. Bunday tarixiy lisoniy tahlil ishning qimmatini yanada oshiradi. Ularni aynan arxaizmlar hamda istorizmlar tarzida guruhlash maqsadga muvofiq. Uchinchi, amaliy san'at leksikasining sosiolingvistik xususiyatlari tahlilida gender farqlanishlarini to'liq holda aks ettirish lozim deb hisoblaymiz. Chunki amaliy san'at turiga qarab gender jihatlar farqlanishga uchraydi. To'rtinchi, bugungi zamonaviy amaliy san'at buyumlari yoki umuman shunday amaliy san'at guruhlari tahliliga bag'ishlangan bir fasl qo'shilsa, ishning bugungi kundagi ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Beshinchi, ishda ilova tarzida so'zlik berilgan, lekin bu so'zlar ko'pchilik uchun notanish. Ularni aynan rasmlari bilan ilova tarzida berilsa, amaliy san'atga oid leksik birliklar ancha oydinlashgan bo'lar edi. Shuningdek, keyinchalik dissertatsiyadan unumli foydalanib, iqtiboslar keltirilishiga zamin hozirlar edi.
Yuqoridagi holatlar ishning ilmiy qimmatini pasaytirmaydi. Bizning ushbu mulohazalarimiz taklif va tavsiya ko'rinishida xolos. Umuman, Otaboyeva Mehriniso Usmat qizining Xorazm shevalari amaliy san'at leksikasi mavzusida 10.0001 o'zbek tili ixtisosligidan filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyasi tugallangan ilmiy tadqiqot bo'lib, Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan mazkur ishlarga qo'yilgan barcha talablarga to'la javob beradi. Ishni ma'qullayman va himoya qilish uchun tavsiya etaman. Taqdimchi Murodova Nigora Kuliyevna, Navoiy davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori. Rahmat. Marhamat, dissertant Nigora Kuliyevnani fikr mulohazalariga munosabat bildirsangiz. Navoiy davlat universiteti professori, filologiya fanlari doktori Murodova Nigora Kuliyevna ustozimizga bildirgan o'zlarining qimmatli taklif hamda fikr mulohazalari uchun ozgina tashakkurimizni bildiramiz. Ustozimizning taklifida keltirilgan ba'zi mulohaza talab o'rinlariga o'z munosabatimizni bildirsak, ya'ni 3-bandda keltirilgan dissertatsiyamizda amaliy san'at leksikasining sotsiolingvistik xususiyatlari tahlilida gender farqlanishlar aks etgan zargarlik leksikasida taqinchoqlarning ayol va erkaklar nutqida farqlanishi yoritib berilgan, shuningdek tilovchilik va gilamchilik yuzasidan ham fikrlar bildirilgan. Hajm nuqtai nazaridan gender xususiyatlariga to'laqonli aks ettirishni joiz topmadik, ya'ni bir faslda buni to'laqonli aks ettirish vojib qilinadi. 4-bandda zamonaviy amaliy san'at buyumlari 1 paragraf tarkibida berilgan. Tadqiqotimiz lingvistik yo'nalishda bo'lganligi sababli alohida fasl kiritishni ma'qul ko'rmadik. Ya'ni zamonaviy amaliy san'at buyumlari uchun alohida fasl ajratilmadi. 5-bandda lug'at to'g'risida taklif berilgan hisoblanadi. Ushbu lug'at yuzasidan yuqorida ham alohida to'xtalib o'tdik. Ustozimiz uchun qimmatli fikrlar, ikkita taklifini qabul qilamiz. Ya'ni bunda etimologik tahlilni kuchaytirish va davrlar aro qiyosni ham kuchaytirish masalasidagi taklifini qabul qilamiz va keyingi jarayonda monografiya nashr qilish jarayonlarida albatta bunga alohida to'xtalib o'tamiz. Ustozimizga yana bir bor tashakkurimizni aytamiz. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, mana dissertatsiyani rasmiy muhokamasi tugadi. Yana kimda qanday fikr mulohazalar bor? Norasmiy panel sifatida fikr bildirmoqchi bo'lgan kengashimiz a'zolari Zoom orqali ishtirok qilayotgan, to'g'ridan to'g'ri ishtirok qilayotgan kengashimiz a'zolari bo'lsa, marhamat. Marhamat bormi? Filologiya fanlari doktori, professor Abdulla Durdubayevich, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, qadrli ilmiy kengash raisi va a'zolari. Mana bugun har ikkala ishni ham ko'z o'ngimizda amal topayotgan shogirdlarimizni ishlari bilan tanishdik. Xususan mazkur ish xususida ijobiy fikrlarimiz ancha, bularning katta ko'pchiligi rasmiy opponentlarning taqrizlarida aks etganligi uchun hamda dissertantning savollariga javob berish jarayonida namoyon bo'lganligi uchun takrorlash ehtiyoji yo'q deb hisoblaymiz. Lekin mana shu ishning o'ziga xos bir ahamiyati shundaki, birinchidan yuqorida ta'kidlaganimiz kabi dissertant birinchi navbatda kasbiy leksika bilan amaliy san'at leksikasi o'rtasidagi bir qarashda ko'z ilg'amaydigan nozik farqni teran ilg'ab bilgan va mana shu ikki qatlam o'rtasidagi lug'aviy birliklarni o'z o'rnida tahlil qilgan. Va amaliy san'at leksikasining o'ziga xos bir tomoni shundaki, bu sohani o'rganish, bu mavzuni o'rganish faqat lingvistika emas, balki millatning maishiy hayoti, davlatimizning davlatchilik tarixi kabi masalalarga ham daxlgan. Sababi mana Muniz, Ogahiy va Abu G'azib Bahodirxondan boshlab Xorazm turkiynavislik
turkiy tildagi tarixnavisligiga nigoh tashlaydigan bo'lsak, aynan amaliy san'at namunalari murassa, mufaxxar, fohira hamda deylik munaqqash kabi so'zlar bilan isbotlanib borganligini ko'ramiz. O'ylaymanki, dissertant bu bilan chegaralanib qolmaydi, uni yuqori darajada davom qildiradi. Mana shu keyingi tadqiqotlar davomida tarixiy tomondan amaliy san'at leksikasiga ahamiyat beriladi deb umid qilamiz. Endi dissertatsiya haqida juda ko'plab fikrlar bildirish mumkin, lekin bir tomoni albatta norasmiy opponentlarda ko'pincha bir chiqishlari ko'pincha bir tomoni dissertatsiya haqida, ikkinchi tomon dissertant haqida bo'ladi. Mening ham xuddi shunday o'ziga xos an'anada endi dissertant haqidagi fikrlarimni bildirmoqchiman. Sababi dissertantning otalari bizdan yoshi katta davlatning bizning yuqori lavozimlarda faoliyat olib borgan arbob bo'lishiga qaramasdan mana shu hukumat tadbirlarida uchrashib qolgan vaqtimizda boshqa ota-onalardan farqli ravishda qizimni qo'llab-quvvatlang degan mazmunda emas, qizimga ko'proq narsalarni o'rgating, o'zga o'rgatinglar degan mazmunda iltimoslarni bildirgan. Buni o'zi dissertantning qanday ziyoliy muhitda hamda qanday ijtimoiy jihatdan sog'lom havoda o'sganini ko'rsatib turibdi. Va ikkinchidan, odamni baribir Doniyor Yo'ldoshovich sizning o'zingizlarning taalluqli ismi bilan juda bog'liq bo'lar ekanda, o'tgan safar Mahnisa Oymamadim degandek, Mehrinisa haqiqatdan ham mehr baland farzand, mehri baland va sadoqatli shogird. Shu mehri shunday kuchliki hammaga yetadi. Mana shunday ilmga ham xuddi shunday mehr bilan yondashgan, mavzuga ham xuddi shunday mehr bilan yondashgan va bu mana shu biz ko'rayotgan dissertatsiyaning ijobiy tomonlarini ta'minlab bergan. Yuqorida rasmiy opponentlarning ishni ijobiy baholaganliklari va dissertantni filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasiga munosib ekanligi haqidagi xulosalariga biz ham qo'shilamiz va dissertantni keyingi ishlarida muvaffaqiyat tilab qolamiz. Har ikkala dissertantni va mana shu har ikkala dissertantning ilmiy rahbari va bizning ilmiy rahbarimiz va ilmiy maslahatchimiz filologiya fanlari doktori professor Zarifboy Do'simov ustozni yana bir karra qutlab, mana bu mehri baland shogirdlarni, ana shu navjavon shogirdlarni bugungi himoyalari ustozning qutlug' sanasi yaqindagina nishonlangan qutlug' sanasiga munosib sovg'a bo'ldi deb ham hisoblaymiz va mazkur ishni yuzaga kelishiga bosh qo'shgan har bir insonga alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Rahmat. Rahmat. Abdulla Bo'taboyev batafsil fikr mulohazalar bo'ldi. Marhamat, professor Doniyor Taqiyevich. Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, ilmiy kengash a'zolari, ustozlar, hamkasblar. Ataboyeva Mehnasa Ro'zmat qizining Xorazm she'rlar amaliy san'at leksikasi mavzusidagi hozirgi taqdimoti yoki taqrirchilarni va norasmiy fikr bildiruvchilarning fikrlarini tinglab o'tirib, narsa esimizga tushdi. Bu mavzu aynan bugungi har ikkala yo'nalish ikkita talabgorning mavzusi haqida gap ketib turibdi. Navbahorning ham, Mehnasaning ham. Bu mavzu aslida biza 90-yillarning oxiri, 2000-yildan boshlanib kafedrada assistent o'qituvchi sifatida qolgan vaqtimizda ustozimiz Zarifboy Do'simov kafedraning umumiy vazifalari qatoriga aynan shevalarimizni bugungi ahvoli achinarli ekanligidan kelib chiqib qo'yilgan vazifalardan biri deb hisoblasak, demak qariyb 25 yillik sa'y harakatlarning natijasi sifatida bo'l ko'rsatgan mavzular sifatida bemalol aytish mumkin. Xorazm shevalarining turli jihatda, ayniqsa bugungi zamonaviy paradigmalarda
tadqiq qilish dolzarb masalalardan biri ekanligi bugun ham o'z kuchini yo'qotgani yo'q, o'zini namoyon qilib turibdi. Mehnatsa ishi bilan oldin ham seminar jarayonida ham undan keyin ham tanishman. Bu tadqiqot o'zgacha bir hissiyot, taassurot uyg'otadi har bir o'quvchida. Chunki bu yerda ortiqcha jimjimadorlik yo'q. Hozir keyingi paytda moda bo'lib ketgan 80% odam tushunmaydigan atamalar qolishliqi ham yo'q. Demak, sodda, ravon, ilmiy asosli izchil tarzda yozilgan dissertatsiya sifatida baholash mumkin. Talabgor maqsadni to'g'ri qo'ygan, menimcha, va shu maqsaddan kelib chiqib 6 ta vazifa qo'ygan va shu 6 ta vazifa atrofidagina fikr yuritib, kerakli ilmiy xulosalarni chiqara bilgan. Xorazm shevalardagi zargarlik, gilamchilik, kulolchilikka oid leksik birliklarning o'rni aniqlangan. Ushbu birliklarning mavzu semantik, tarkibiy, lingvokulturolog va sotsiolingvistik jihatlari atroflicha misollar yordamida dalillangan. Bu ishning ikkinchi bir yutuqli tomoni shuki, har ikkala bugungi ishimizdagi yutuqli tomonlar shuki, bular ikkalasi ham Norboy va Shukurjon boshchiligida o'zlari qilib turgan sohaning birliklarini, Xorazm shevalariga oid birliklarni lug'at sifatida, so'zlik sifatida shakllantirishga harakat qilib hissa qo'shib keladigan jonkuya yosh kadrlarimiz hisoblanadi. Ularni bu jabhadagi ishlarini ham umuman 100% qo'llab-quvvatlagan holda bugungi har ikkala himoyadan kelib chiqib va bugungi ikkinchi talabgorni himoyasidan keyin so'z olib chiqib turgandan foydalanib, Atay ve Mehnisa Ruzmat qizini filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD unvoniga loyiq sifatida ishni ham shu darajaga loyiq munosib sifatida baholayman va hammangizni qo'llab-quvvatlashga chaqirib qolaman. Bu ikkala yosh talabgorlarga muvaffaqiyat, keyingi bosqichlarda ham muvaffaqiyat yor bo'lsin, zafarlar yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Menimcha norasmiy muhokamani ham yaxshi fikr muhofaza bo'ldi, tugatsak bo'ladi. Yetarli bo'ldi. Rahmat. Marhamat, dissertant har ikkala norasmiy aqoidni fikr muhofazalariga munosabatingiz bo'lsin. Ustozimiz filologiya fanlari doktori professor Rozvat Adolatov Tukoyevga ya'ni mavzumizning amaliy san'at leksikasi naqadar ahamiyatli ekanligini va shaxsimizning mehrimiz haqidagi bildirilgan ijobiy fikrlar uchun tashakkur qilamiz. Shuningdek, filologiya fanlari doktori professor Yo'ldosh Doniyor Tohirov ustozimizga ham mavzumizning dolzarbligi dissertatsiyamiz haqida bildirilgan ijobiy fikrlar uchun alohida tashakkur etamiz ustoz. Katta rahmat. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, biz keyingi jarayonga o'tishimiz kerak bo'ladi. Demak, ishni baholash uchun hisob komissiyasi tuzish zarurati bor. Demak, taklif qilingan mehmonlarning dissertantni zalni ta'kid qilishlari so'raladi. Hisob komissiyasiga 3 nafar a'zo, kengash a'zolaridan iborat bo'lsin degan fikr aytilmoqda. Endi hozir bu yerdagi ustozlarni ko'pisini qarab o'tirsak, bir kabinada ishlaydigan ustozlar bor. Shuning uchun yana biz So'zbek Aloberganov shuni xizmatidan foydalanishga to'g'ri kelyapti hamda Sarip Sanatchan Machambayevich. Hamda Zoom orqali ishtirok qilayotgan Gulbo'za Qurbonniyozovlardan iborat bo'lsin degan takliflar tushmoqda. Ma'qulmi? Ma'qul. Marhamat, hisob komissiyasi faoliyatini boshlaymiz.
Bundan foydalanish Buni kerak. ham eshitdim. Hop, hurmatli kengash a'zolari, kengashimiz o'z faoliyatini davom qildiradi. Hisob komissiyasi faoliyatini tugatdi. So'z hisob komissiyasi raisiga. Marhamat. Rahmat, hurmatli kengash a'zolari, aziz mehmonlar. Mana bugun hisob komissiyasi majlisining bayonnomasi quyidagicha 2026-yil 1-iyun demak Ataboyeva Mehnatniso Ro'zmat qizining filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga qo'yilgan dissertatsiyasi yuzasidan yashirin ovozlarni sanash uchun quyidagi komissiya tarkibi saylangan. Rais professor vazifa bajaruvchi Sariyev, a'zolar professor Qurbonniyazov va dotsent Sirojbek Ro'zmetov. Demak, ilmiy kengash tarkibi 19 kishidan iborat qilib tasdiqlangan. Ilmiy kengash tarkibiga hal qiluvchi ovoz berish huquqi bilan hech kim kiritilgan emas. Majlisda ilmiy kengash a'zolaridan 18 kishi, shu jumladan ko'rib chiqilayotgan dissertatsiya ixtisosligi bo'yicha 6 nafar fan doktori ishtirok etdi. Ovoz berish jarayonida 17 ta byulleten tarqatildi. Demak, tarqatilmay qolgan byulletenlar yo'q. Shuchada 17 ta byulleten borligi aniqlandi. Ovoz berish natijalari quyidagicha. Ataboyeva Mehnatniso Ro'zmat qiziga filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini berish bo'yicha quyidagicha ovoz berildi. Demak, tarafdorlar 17 ta 100%, qarshilar yo'q 0%. Yaroqsiz deb topilgan byulletenlar yo'q 0%. Dissertant va ilmiy rahbarlar muvaffaqiyatli Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, hisob komissiyasining har ikkala bayonnomasini tasdiqlab ovoz berishlarini so'raladi. Rozilar. Rahmat. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Hurmatli kengash a'zolari, sizga Telegram guruhimiz orqali oldindan dissertatsiya bo'yicha ilmiy kengash xulosasi taqdim qilingan. Dissertatsiya ishi natijalarini amaliyotga tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar tarqatilgan. Marhamat, bu bo'yicha kimda qanday fikr mulohazalar bor? Asos sifatida qabul qilinsin degan kengash a'zolaridan rozilar qo'l ko'tarib ovoz berishlari so'raladi. Rahmat. Rahmat. Qarshi betaraflar yo'q. Marhamat, talabgor yakunlovchi so'zingiz. Hurmatli ilmiy kengash raisi, qadrli kengash a'zolari, aziz ustozlar. Avvalambor shunday imkoniyatni bizga yaratib berganligi uchun, mana shu minbarga loyiq ko'rganligi uchun va shu yoshimizda shu minbarda turishimizga sababchi bo'lganligi uchun avvalambor davlatimizga, Oliy attestatsiya komissiyasiga, qolaversa Aburayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti rahbariyatiga hamda ilmiy kengashimizga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Ilmiy kengashimiz raisi, filologiya fanlari doktori, professor G'oipov Dilshod Qalamboyevichga o'zimning cheksiz tashakkurimni izhor etaman. Shuningdek, bizga o'zining qimmatli tavsiyalarini bergan, har sohada bizni qo'llab-quvvatlagan, o'zining turli tavsiyalari bilan yo'limizni yoritgan ustozimiz, ilmiy rahbarimiz, filologiya fanlari doktori, professor, Qoraqalpog'istonda xizmat ko'rsatgan fan arbobi Zarifboy Do'stmovga ham o'zimning chuqur ehtiromimni va cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Shuningdek, dissertatsiyamizni yuzaga kelishida muhokama, seminar va himoya jarayonlarida o'zining qadrli tavsiyalari, qimmatli fikrlarini bergan ustozlarimiz Yo'ldosh Doniyor Tohirovichga, Narimon Hamid Azimboyevichga, Farhod Bobojonovga, Muhabbat Jumayyozova ustozlarimizga, shuningdek opponentlarimiz Murodova Nigora Quliyovaga, barchaga o'zimning chuqur minnatdorchiligimni bildiraman. Sizning sharofatingiz bilan ishimiz shu darajada mukammal, ilmiy jihatdan mukammal holatga keldi. Ustoz, barchangizga tashakkur. Shuningdek, ilmiy kengashimiz katibi, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Otajonov Saroy Samandariyevichga ham barcha yordamlari uchun, o'zining
tavsiyalari, maslahatlari uchun ham minnatdorchilik bildiraman. Shuningdek, barcha ustozlarimizga, kengash a'zolariga, seminar a'zolariga ham o'zimning cheksiz tashakkurlarimni bildiraman. Shuningdek, menga shu imkoniyatni yaratib bergan, bilim, ta'lim olishimda menga qo'llab-quvvatlab turgan qadrli oila a'zolarimga, otamga, onamga, butun oila a'zolarimga, qaynonamga, turmush o'rtog'im va farzandlarimga o'zimning ta'zimimni bildiraman. Sizlar sababli men shu darajaga erishdim, shu minbardaman. Borligingizga ming bora shukr. Rahmat. Rahmat. Hurmatli kengash a'zolari, barchangizni nomingizdan dissertantni, uning ilmiy rahbari filologiya fanlari doktori professor Zarboy Do'stiyevni va dissertantni barcha yaqinlarini bugungi muvaffaqiyatli himoya bilan tabriklaymiz. Keyingi ilmiy ishlarida ulkan zafarlar tilaymiz. Boshqa fikr mulohazalar bo'lmasa, xayr, salomat bo'ling.